Ana do'stlar, yukimiz chiqib ketdi. Hop. Akalarga sotdik mana. Paxtavodga Uyg'ur degan joyi bor ekan, shu joyga ketdi mana. Aka, ancha-muncha bunaqadan rozi bo'lasiz endi. Iloji boricha tushib berdik endi. Kamkostiga rozi bo'lasizlar. Yo'q, shpris bo'lish kerak ama. Shprisni xudo xolasa bular beraman dedi. Shpris, astin. Ha. Getali u. Bo'pti dedi. Aha. Bo'l akalar. Aha, bo'pti akalar. Yaxshi boringlar. Xo'p, bo'pti. Ha, kelib turinglar akalar. Xo'p. Mayli aka, gaplashamiz. Xo'p, bizda mana omochlar ham bor. Traktorlar ham bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz yangiliklar olib kelamiz, xudo xolasa yangi yildan keyin. Xitoyda yangi yil 1,5 oy bo'ladi. 1,5 oy. 1,5 oy ichida kelib qolish kerak. 2 oyga qolib qolmasdan yuklarimiz kelib qoladi, xudo xolasa. Omochlar 80, 90, 100 ot kuchiga omochlar kelib qolish kerak. Men zakaz qilganman. Mana bunaqa taroqligidan, keyin taroqsizidan ham kelish kerak. Shuni taroqsizidan ham zakaz berganman. Xudo xolasa keladi degan umiddaman. Olib kelaman degan rahbarimiz. Bu yerga diska baranani mana sotib yubordik endi.